Ya ovqat isitishga. Boshimda isit, qo'limda isitsam, kakras yonib turibman, isitmanda, yo isitib beraymi? Yo, ana mikrovalga. Nima vallofga? Nima kerak? Yana nimadir kerak bo'lyaptimi senga? Yo, bo'ldi, hech narsa kerak emas. Shunaqa qilib tinchlantirmasa, tinchlantirib bo'lmaydi. Bo'pti, yaxshi o'ta. Ada, sani xolodilnik. Nima xolodilnik? Bugun kerak senga. Senga sabr qilish degan narsa bor. Hozir ishimni yig'ishtirib, bozorga yo haqqalar bor, xolodilnik olib kelishim kerak. Juda zararlan hozir. Yo, bo'ladi, shart emas. Bu safar ham o'xshadi. Shunaqa jahl qilib tursam o'xshayorlar. Menga konteyner kerak. Bitta senga qiyin-a? Bitta sansib ketyapsan-a? Yonib ketyapsan-a sen? Ha, ko'rdingizmi, tellab yotdim men. Kerak menga konteyner. Jim bo'lmaysanmi? Yo'q, konteynerga yeganda jim bo'lmayman. Odam cho'chib tording-ku. Bo'pti, joyini bilaman, olib beraman, yur. Mana AUX konditsioneri 12 oyga 499 mingdan bo'lib to'lashga olsang, 1+3 aksiyasi bo'ladi. Qanaqa ekan u? Yetkazib berish, kronshtayn va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Naqd olishing shart emas, bo'lib to'lashga olsang ham bo'ldi. Oling ishini. Boshqa narsalar ham olamiz, yur. 270 talik primer sovutgichi 12 oyga 559 mingdan. Agar buni olsang, 1+1 aksiyasi bo'ladi. Ya'ni men bu 32 talik smart televizor qo'shib beriladi. Voy, xolodilnik so'raganim esingizda ekan. Yur, yana narsalar bor. Undan tashqari diskontda men Samsung Galaxy A26 telefonni oyiga 359 mingdan xarid qilsang bo'ladi. Voy, menga Qo'limni yulib tashladim. Yeb tasha, unab tasha, o'ldirib ol. Hech nima olmaymiz, bo'ldi. Jonimga tegib ketdi. Oh, Italiano, hey, hey, mambo.